shaharlarda aholi zichligi istaymizmi istamaymizmi atmosfera havosiga baribir salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday jarayonda gazdan yashil energiyaga o'tishning ijobiy tomonlarini bir albatta umuman aholi xonadonlarida gaz pechlaridan o'sha gaz duxovkalaridan foydalanish jarayonida bevosita atmosfera havosiga azot dioksidlari, karbonat angidrid va oz miqdorda metan gazlari ajralib chiqishiga sabab bo'ladi. Ya'ni statistik ma'lumotlarga ko'ra 1 kubometr gaz yoqilishi natijasida 2,75 kilogramm karbonat angidrid hosil bo'ladi. Va oz miqdorda metan gazlari ham ajralib chiqishiga sabab bo'ladi bu jarayon. Metan gazlari karbonat angidridga nisbatan 25-28 marta kuchliroq issiqxona gazlarini oshishiga olib keladi. Ya'ni butun dunyoda shu xorijiy davlatlarda ham gaz pechlaridan hozirda an'anaviy elektr energiyasiga ishlaydigan pechlarga o'tish borasida ishlar olib borilmoqda. Xususan bu borada o'sha induksion pechlarga alohida e'tibor berilmoqda. Ya'ni induksion pechlarning ishlash jarayonida energiya yo'qotilishi deyarli 10% ga teng. Ya'ni ushbu pechlardan foydalanishda energiya samaradorligi 85-90% ni tashkil etadi. Gaz plitalarda esa bu bevosita 60% ga yaqin. Ya'ni o'sha gaz plitalardan ovqat pishirish jarayonida yoki o'sha boshqa maqsadlarda foydalanganda atrof muhitga ham issiqlikning tarqalishi natijasida, ya'ni masalan o'sha qozonning atrofiga deylik, atrofiga issiqlikning o'sha butun xona bo'ylab tarqalishi bevosita bu o'sha gazda foydalanishning samaradorligini pasayishiga olib keladi. O'rtacha 1 soatda o'sha gaz pechlarida 0,2-0,3 kubometr gaz sarflanadi va bu atmosfera havosiga 0,4-0,6 o'sha kilogrammga yaqin karbonat angidrid tashlanishiga olib keladi. Elektr energiyasida esa bu jarayon uchun o'rtacha 2 yoki 3 kilovatt-soat elektr energiya sarflanadi. Agar mazkur jarayonda sarflanadigan elektr energiyasi qayta tiklanadigan manbalardan olinadigan bo'lsa, bu bevosita 0% tashlamali elektr energiya hisoblanadi. Ya'ni qayta tiklovchi manbalar yuqorida ham ta'kidlab o'tdik, atmosfera havosiga deyarli salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Va elektr energiyasi ham aynan shu qayta tiklanadigan manbalardan olingan holda elektr pechlarga foydalanadigan bo'lsa, bu pechlar 100% galik xavfsiz hisoblanadi. Yana shu bilan birga o'sha gaz pechlaridan foydalanish jarayonida aholi xonadonlarida ularning ochiq qolish ehtimoli ham yuzaga kelishi mumkin va bu bevosita aholiga iqtisodiy tomondan ham, ya'ni chaqnash yoki portlash holatlari keltirib chiqarishiga sabab bo'lishi mumkin va bu jarayonda ham o'sha atmosfera havosiga yoppasiga zararli tashlamalarning chiqarilishiga olib keladi va bu ham bevosita salbiy ta'sirlarni keltirib chiqaradi.